Uzun marketda soch oladigan mashinka sotib qancha foyda qiladi? Tekshiramiz. Ketdik. Shu mashinka ko'rib turganingizdek 35 ming so'mdan sotmoqda. Hozirgacha 3000 donadan ko'p sotgan. Haftasiga esa 465 dona sotmoqda. Buni Xitoydan olib keladigan bo'lsak, bizga qanchaga tushadi hamda qancha foyda qiladi? Hisob kitobini qilamiz. Ketdik. Ko'rib turganingizdek Xitoyda 505 yuan xuddi shu mashinkamiz. Endi buni o'zbek so'miga 505 yuanimizni ko'paytiramiz 1810 ga, ya'ni 1810 so'mga. Shunda ko'rib turganingizdek 9955 so'm bo'lmoqda. Bu tovar kargo bilan bizga 16 mingga aylanadi. 35 ming so'mdan sotmoqda. 35 mingni ko'paytiramiz 0.22 ga, ya'ni 22% komissiya. Yana qo'shamiz 4 ming so'm yetkazib berish xizmati. 11700 so'm. 11700 so'm uzum ishlab olmoqda. Endi 35 mingdan ayramiz 11700 so'mni hamda ayramiz 16 mingni 7300 so'm sof foyda qolmoqda. 7300 ni ko'paytiramiz 465 ga, ya'ni bir haftalik zakazga. Ko'rib turganingizdek bu tovarimizdan 3 milliondan ko'proq sof foyda qolmoqda. Shu mashinkani sotib bir haftada 3 milliondan ko'p foyda qilmoqda.